bo'ldi? Qanaqa qishloq bo'ldi bu? Qanaqa orol bu? Salom, bu qanaqa orol? Qanaqa qishloq bu? Bu qanaqa qishloq deyapman senga? Bore. Yani milliarder ham bor ekan. Assalomu alaykum. Siz bu qaysi orol? Qaysi qishloq bu yer? Qaysi qishloq? Aka? Bu yer 10-qishloq. Lord Golor qishlog'i. Lord Golor? Xullas, bir qo'ygan yerim bor. Nima deding hozir? Ketimdan nima deding? Bu yoqqa nima deding? Xullas, kimiki bo'lsa ham mana shu uyni hammasini o'rnan. Sen men uyimdan nima qilyapsan? Hozir seni ko'tikka tiqaman. Ket men uyimdan. Bo'pti. Endi nima qilyapsan? Короче, pashul nahli. Bu endi meni joyim. Помощник, братья! Ё-моё! Ovqatlar kerak bo'lishi mumkin, lekin menga ular kerak emas. Yo'bana. Qattar shuncha narsa, qanaqa bo'lgan ekan bu? Lord Golor dedimi? Lord Golor qishlog'i dedimi? 10-qishloq. Lord Golor qishlog'i dedimi? Lord Golor qishlog'imiz. Короче, pashul. Yonni meni hozir yoqib ketadi. Bu ham yomg'ir. Uyimga kirmayman. O'ltiraman. Shu paytda yomg'ir yog'adi, onasini yemsini. Короче, pashulna. Voy, sen meni uyimda nima qilyapsan? O'zingni uyingga yo'qol. Nima? O'zingni uyingga yo'qol. Meni uyimga yurma. Meni uyimga. Nega unda bular kiraveribdi? Yo'qol dedim men senga, ahmoq zombijon. Короче, pashul nahli. Basana qo'yib ketdi. Yo'q, qanaqa joy? Hay. Bu qanaqa joy? Mana bu qanaqa qaysi xona? Bu yerda Lord Golor o'tiradigan joy. Bu yerga faqatgina zarur gapi borlargina soliq to'lagandagina kirish mumkin. Boshqa paytda kirish mumkin emas. Nega boshqa paytda kirsa nima bo'ladi? U Lord Crocsga faqat Lord Golorga faqatgina kirib yonida yurish yoqmaydi. Hech unga umuman yoqmaydi. Faqatgina zarur gapni aytish kerak yoki soliqni berib chiqish kerak. Mayli. Hozir men kirsam menga gapirmaydimi? Yo'q, chunki sen yangisan. Yangilarga u faqatgina tanishligina gapiradi. O'shaning uchun sen qo'rqmasdan hozir bir martagina kirishing mumkin. Kiraver, bir marta lekin. Boshqa kirma, bo'lmasa seni o'ldirishi mumkin. Nima? O'ldirishi? Ha.
Короче, tupurib qo'ygan yerim bor. Kirib ko'ringchi. Salom, Lord Golub. Sen bu qishloqda xo'jayinsan? Ha, bu yerda men xo'jayinman. Bu qishloqni men yaratganman. Bu qishloqda faqatgina meni aytganim bo'ladi. Sening isming nima? Meni ismim Zombijon. O, yaxshi nom. Zombijon. Bu qishloqda faqatgina meni aytganimni qilasan, xo'pmi? Xo'p. Soliqlarni har kun olishga boramiz. O'shanda soliqlarni ham to'lab turgin, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti, unda boraver. Bo'pti. Va mana bu ketyapman. Mana ketdi. Hali ham yomg'ir yog'yapti. U aytdiki, men o'zlaringiz eshitganingizdek, men har kuni soliq to'lab Ya, Bu nimasi bo'ldi? bunaqa ham narsa bormi hali? Yo'q. Majidani o'ynashim bo'ldim. Tegmay ketish kerak. Hoy, qo'riqchi. U nima o'zi? Uni taqarruq o'zin senga aytish mumkin emas uni. Faqatgina qo'riqchilarga aytish mumkin. Ayta qolgin. Bular qayerdan keldi? Ularni senga Lord Golur berdi. Golemlarni yasadi. Hozirgina. Qachon berdi? Yonimga ham kelgani yo'q-ku. Unda shunaqangi blok borki, u uyda o'tirib ham o'zi boshqa birovga narsa berishi mumkin. Hozir men golim qo'riqchi yasaymi? Ha. Mayli, qanaqa yasaladi u? Tepaga 2 blok qo'y. Mana qo'ydim. Endi chetlarga bitta-bittadan. Endi ustiga bitta oshqovoq qo'y. O'xshadi. Mana shunaqa qilib hammasini ko'paytir. Bo'pti. Короче, пошел нахуй. Пошел нахуй. Esdan chiqdi. Bu 100 kun qolishim kerak. Bu 3-kun. Qorovul. Nima deysan? Ertaga nima bo'ladimi? Soliq to'lash vaqti bo'ladimi? Ha, ertaga soliq to'laysan. Agarda soliqni juda kam bersang, seni ko'tingga tiqishadi. Yo. Yana yomg'ir. Hamma soliqlarni beribdi. Soliq vaqti o'tib ketdimi? Ha. Agarda tez hozir soliqlarni bermasang, sen o'lasan. O'tiradi hozir meni. Qo'rquvim. Zombijon, nega kechga qo'yib qo'yilding? Kechirasiz, Lord Golur. Men uxlab qolibman. Ikkinchi takrorlanmasin, xo'pmi? Men seni bir marta ogohlantirdim. Ikkinchi takrorlanmasin, xo'pmi? Xo'p. Soliqlar, normal soliqlar. Shu borishda davom etsang, seni ikkinchi darajaga o'tiraman. Sen meni yoqimli
Oyuncu mu bolup boryapsan zombijon? Aha. Uyaltırmasangiz Lord olur. Ketip qoldimi? Qani qancha ketdi? Yo, shuncha ko'p ketdi. Normal, yaxshi. Ozgina o'tirib uxlayajak bo'l. Bu 5-chi kun. Bu 5-chi kun. O'zim normalniy soliqlarni bo'yab tongda berib uxlayman deb yotgandim. Mana inventlarimda mana shu narsalarim qoldi xolos. Mana bu almazli bronamni yechib qo'ydim. Uni ham so'ramaslik uchun. Nimaga qaraysan? Nimaga qaraysan? Nima qaramaymi? Senga yoqmayaptimi qarayotganim? Yoqmayapti, qarama. Bo'pti, unda qaramayman. Qarama. O, qalisan zombijon. Qalisan qorovul. Menga mana shu shit yoqmaydi. Jinni shit. Hoy. Ya o'rningni o'chir. Indamagan sari baqiradi qulog'imni tagida. Короче, пошел на. Menga bu yoqyapti. Menga bu qishloq yoqyapti. Mana bu yerdan qochib ko'rsammikan? Ha, nima qilib yuribsizlar? Nima oddiy shu yo'lmi? Oy, nima qilyapsan o'tda? Hayır, navbatda qizim. Navbatga qisilib qoldi. Ha, unda yuradi. Menga bu yer yoqyapti. Juda yoqyapti bu yer menga. Ahmoq shekil qatta ekan. Ahmoq shekil meni orqamda yur. Pashol nahul.